Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlar bilan Xudo xolasa Facebook stranitsaga Instagram akkauntni to'g'ri ulashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi akkauntimizdan stranitsa bo'limiga o'tamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan stranitsani tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin bu yerda переключиться degan joy turibdi, ko'rishingiz mumkin. Shuni ustiga bosamiz va stranitsaga o'tib olamiz. Ya'ni hozir lishniy profilda turuvdi, endi stranitsaga o'tib oldik. Hop, undan keyin bu yerda настройки turibdi. Настройкиga kiramiz. Настройкида eng pastida bu yerda связание аккаунти degan bo'lim bor. Ustiga bosamiz. Bu yerda menda Instagram akkaunt ulangan turibdi. Ustiga bosaman. Va mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda Instagram akkaunt ulangan turibdi. Hozir buni uzamiz. Uzish uchun отсоединение deb bosamiz va mana uzildi bizda Instagram akkaunt. Endi buni qanaqa qilib to'g'ri ulashimiz mumkin? Подключить akkaunt qilamiz. Подключить, подтвердить va bu yerga Instagram login parolimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Agar sizlarda brauzer oldin Instagramga kirgan bo'lsa, bu yerda sizlarga ana shu narsa ochiladi, ya'ni Voyti как Jasurбek Parmonov, ya'ni meni Instagram akkauntimga oldin kirilgan, o'shuning uchun shu akkaunt chiqyapti. Boshqa akkauntga kirgan bo'lsa, sizlarda boshqa akkaunt chiqadi. Переключиться на другой аккаунт qilib, sizlar boshqatdan login parol terib, bu yerga login parol terib, Voyti qilib kirib olishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, ketdik. Menda tayyor login parol saqlanib qilingan. Voyti как Jasurбek Parmonov bor. Продолжить. Xo'p, mana подключение к Instagram выполнено. Готов. Va mana Instagram akkauntimiz ulandi. Ya'ni biz Facebookda o'zi Facebook akkauntga Instagram akkaunt ulamaymiz. Facebook stranitsaga akkauntimizni ulaymiz va shu orqali reklamani ishga tushiramiz. Ya'ni stranitsaga ulaymiz, akkauntga ulab qo'ymasliginglar kerak. Doim stranitsa ochiladi va stranitsa orqali Instagram akkaunt ulaymiz. Hammaga rahmat. Keyingi darsda sizlar bilan AdS Manager haqida gaplashamiz.